1,5 mingda ukam. 1,5 ming? Ha. Yo'q, 1,5 minglik telefon emas. Mana qarang, aspalga chiqalaganmisiz buni? Nima deyapsiz? Telefon olgani keldingmi yo hazil qilgani keldingmi? Yo'q, men bor narsani ko'rsatyapman. 1,5 ming sana bo'ldi. 1300 beraman. Yo, dollaring bormi endi? Yo'q, dollar yo'q. So'm qilib ber iloji bo'lsa. So'mku o'zi. Dollar qilib ber. Bo'ldi, muammo yo'q. Qilib ber. Hop, qilamiz, men telefonni yo'q olsam bo'ladimi? Bo'ldi, 1,5 ming sana bo'ldi. Yo'q, 1300 beraman. 1450 sana bo'ldi, men talashib o'tirdim. Boya telefonda gaplashayotganda unaqa gaplashmadingiz o'zi. Nima dedim? Kelishib beraman dedimmi? Kelishtirib beraman dedingiz. Lekin yengisi mana shunaqa pul bo'lyapti. Men prosta qo'limga qulay deb buni olgan edim. Men kattasini olmoqchiman. Qanaqa? Maxmi? Max olmoqchiman. Men bunaqasidan qilib bering. Bo'ladi. Uni xohlasang barter qilib yuboraylik. Bu qimmatroq-da. Hay, ukam pulni berib yuboraman, unaqa gaplashma. Bo'ldi. 1350 dollar beraman. 1450 sana bo'ldi. Okay, maydalashmaylar, 5 oling. 1400 beraman-da. Naqdmi? 1450 bo'ldi. 50 so'm naqdmaga faqat 1400 beraman-da. 1450 bo'ldi. Yo'q, okay. Boriga baraka. Qo'limni chiqazorasiz hozir. Uni siltalamang nomni. 1450 bo'ldi, ukam. Boriga siltalamang. Boriga baraka, ukam naqdmang. Boriga 1450. Siltalamang nomni. 1450. Hop, siltalamang. 1400 berdim, 1400 beraman. Telefoningiz menga o'tdi. Naqdgami, variantgami xohlasangiz 17 max qilib beraman do'kondan. Ustiga berib yuboraman, variant qilma menga. Bo'ldi. Yo'q, bizda naqddan variant ham bor-da. Bo'ldi, xohlasang bitta pasportga ham berib yubor, lekin men naqdga olaman. Bo'ldi, mana 5. 1400 beraman, 17 ni ham o'zim qilib beraman. Rozimisiz? Hop, tekshiraman, korobkasini berasiz, keyin plyuzni sanab beraman. Korobkasi Amerikada buni. Hazil qilmang, okay, men mana ichidagi narsalarni tozalab bersangiz, plyuzni sanab beraman. Ijtimoiy yo'lchida, xohlasangiz sim kartani ham bera olaman senga. Ukam 4 ta umri bor. Bo'ldi.